Har bir ayol go'zal bo'lishni xohlaydi. Go'zallik esa eng avvalo sog'lom, parvarishli teridan boshlanadi. Yoshingiz nechida bo'lishidan qat'iy nazar, to'g'ri yuz parvarish sizga ishonch va iliqlik baxsh etadi. Zamonaviy kosmetologiya bu faqat chiroy emas, bu teri sog'lig'i, o'ziga g'amxo'rlik qilish madaniyatidir. Ayollarimiz kundalik stress, ob-havo, turmush sharoiti tufayli yuz terisida muammolarga duch kelishadi. Ana shunday paytda mutaxassis yordami nafaqat foydali, balki zarur bo'ladi. Har bir teri turiga alohida yondashuv kerak. Shuning uchun o'z ishini puxta biladigan, tajribali qo'llarga ishonish muhim. Men Qodirova Nargiza 20 yilga yaqin yuz sohasi bo'yicha ishlab kelmoqdaman. Men oliy toifali vrachman. Go'zallik tabiiylikda, parvarish esa uning asosi. Go'zal opa-singillar, men sizlarni shaxsiy klinikamda kutib qolaman.